Statistik ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda respublikamizda 5775 ta baliqchilik xo'jaliklari mavjud bo'lib, shundan 5600 tasi mana bu kabi sun'iy havzalarda baliq boqish bilan shug'ullanmoqda. Biz ayni paytda Namangan viloyatining Norin tumanidamiz. Norin tumanida baliqning farel turiga ko'proq e'tibor qaratilgan. Bir emas, ikki emas, balki 35 ta baliqchilik xo'jaligini birlashtirgan ushbu jamiyatda nima uchun aynan baliqning farel turi parvarishlanadi? Bu haqda biz emas, balki tadbirkorning o'zidan tinglaganimiz ma'qulroq. Korxonamiz 2018-yilda faoliyatini boshlagan. Dastlab Uchqo'rg'on tumanida baliq yetishtirish boshladik. Aynan shu kamalak rang xon baliq, farel balig'i. Nima uchun aynan Uchqo'rg'on va Norin tumanlarida? Chunki u yerdan o'tgan tog'dan keladigan Norin daryosi suvini harorati jihatdan, suvini tozaligi jihatdan juda ham mana shu farel balig'ini yetishtirishga mos. 5 yil davomida faoliyat yuritgan bo'lsak, biz bu balig'ni nafaqat ichki bozorga, balki shu eksportga yo'naltirishga ham boshladik. Shu kungacha 1,5 million dollardan ortiq mahsulotni eksport qildik. Endi hozir Uchqo'rg'ondan boshlagan bo'lsak, keyinchalik buni mana bu yil 2024-yildan boshlab Norin tumanida ham faoliyatimizni davom ettiryapmiz. Norin tumanidagi loyihamizning o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, bu yerda yer sathiga sizot suvlari, zax suvlari juda ham yaqin. Hozirda bundan tashqari yana 34 ta xo'jalik, shu kichik Norin tumanida xo'jaliklarni tashkil qilish bilan shug'ullanyapmiz. Jami 35 ta xo'jalik bo'ladida, Norin tumanining o'zida shu 1,5 ming tonna baliq yetishtirish, farel baliq yetishtirish imkoniyati paydo bo'ladi. Uchqo'rg'on tumani bilan qo'shib hisoblaganda 2,5 ming tonnaga mahsulotimiz yetadi, yillik hajmi. Bu degani eksport ko'rsatkichimiz 10 million dollardan oshadi. Ichki bozorimizga shunda 1000 tonna baliq yetkazib berish kamida yo'lga qo'yamiz. Aynan mana shu farel uchun yem ishlab chiqarish korxonasini ishga tushirishni rejalashtirganmiz. Gollandiyaning Altek Coppens kompaniyasi bilan birgalikda hamkorlikda bu kompaniya dunyoda birinchi, ikkinchi o'rinlarda turadi. Sifatli, hamyonbop ham jahon brendi sifatida tanilgan kompaniya hisoblanadi. Shular bilan birgalikda hozir yem ishlab chiqarish loyihasini amalga oshirish arafasidamiz. Bunaqa katta loyiha bu 6,5 million dollarlik loyiha bo'ladi. Katta loyihani qilish biz uchun shu 4-5 yil oldin imkoni yo'q deb bir sharoitda edik. Hozirgi kunda mana biz qo'rqmasdan oldinga qadam tashlayapmiz, chunki bizda mustahkam qo'llab-quvvatlovga egamiz. Bozorlarimiz, tashqi bozorga chiqish imkoniyatlarimiz, import-eksport shartnomalarimizni qo'llab-quvvatlov hammasi bo'yicha nima deydi, bizda to'siq yo'q. Baliq yetishtirish serdaromad soha. Baliqning inson organizmi uchun foydali xususiyatlari ko'p bo'lgani bois har doim unga talab yuqori.